Barchaga salom. Bugungi videoda men o'z do'stim Killer bilan quruvchilar jangida bellashamiz. Bizda ataga ikkita raund bo'ladi. Qanunda yeyishga nimadir olar, qanunda let's go. Demak, mana birinchi raund bosing. Birinchi kelma cho'tgan va biz mayli, uyni ham qurib tashlaymiz. Narsani yo'q qilib 3 2 1 boshlandi. Unda bu yoqqa o'tib, bir chiroyli uy quramiz. Unda taxtadan bo'ladi bular. Daraxt, короче. Manaqa stenani devorlar qilib chiqyapman. Endi esa bir ko'p hammasini qilib bo'lsam sizlarga qaytaman. Mana endi esa pollar qilib tashlashga ozgincha loglar bo'lyapti. Uni maynga qo'yib, complex stone, ya'ni bulujnik bilan tosh qo'yaman, короче. Boshqa bosvorpan nimay. Mana qilib tashladik, cho'tga. Endi esa eshiklar qilib, manaqa yo'lakchalar qilib tashlayman. Albatta complex stone degan narsa bilan va gullar qo'yib tashlayman u yerga va bu juda ham cho'tki. O'zingizlar ko'ringlar. Nimayli, ikkinchi etaj ham qilmoqchiman. Ikkinchi etajda tezda qilib tashlayman. Endi esa tepaga zina qurib olish kerak, chunki baribir ham chiqish kerak-ku. Cho'tki uy chiqyapti, bilmadim. Menga hozircha yoqayapti. Yana ichini dekoratsiya qilishimiz kerak. Har bir narsani qurish uchun bizga 20 bayt beriladi. Axir 20 bayt ichida barcha narsalarni qilib tashlash kerak, to'g'rimi? To'g'ri, 20 bayt bu yana kam vaqt emas. Unda tomlar nima? Короче, ikkinchi etajda devorlarda qilib tashlayman. Cho'tki, короче, chiqyapti. Hoppa, va mana bunday qilib tashlasa cho'tki, короче. Mana eslashib ketdi, nima? Unda barchasini qilib bo'lsam cho'tki chiki-puki bo'ladi. Unda manaqalar qo'yib, mana men barchasini qilib tashladim. Endi esa mayda tomini qilyapman. Axir chakka o'tadimi? Xuddi shunday narsalardagida nima? Barchasini qo'yib tashlasa zo'r bo'ladi. Va men eng oxirgi shtrixlarni qilyapman. Qaranglar, chiroyli emas va cho'tki. Endi esa ichini dekoratsiya qilish kerak. Bitta cho'tki idea paydo bo'lib qoldi. Men bu daraxtni olib, maytda sindirsam, manaqalar qilib tashlayman hozir. Hop. Bu qanday chiroyli emasmi? Unda shunday qilib chiqsam cho'tki bo'ladi. Unda mana ikkinchi etajda ham qilyapman va bu yoqqa kerak emas va maytda ham qilib tashlasam cho'tki. Juda ham cho'tki chiqyapti, lekin menga yoqayapti, sizlarga yoqayaptimi yo'qmi men bilmayman. Mayli kelar yoqda, короче, do'stim quryapti, mayli. Ichida dekoratsiya qilamiz. Unda maytlari yopib tashlasak yaxshi bo'lardi. Hatto как-то xudik ko'rinyapti. Hop, dator qo'yib tashlab, mayli. Cho'tki, endi esa maytga men, короче, sideniyani divanchalar qo'yib tashlamoqchiman. Cho'tki, короче, chiki-puki. Endi esa stollarga ham qo'yib tashlab, bu juda ham cho'tki. Endi esa menga kartinka, ya'ni chizgan narsalar, rasmlar kerak. Chiroyli qilish uchun xuddi televizorga o'xshaydi. Mayli, maytga qo'ysam ya bu mayt. Mashetga shu zo'r. Unda maytga men gilam qo'yib tashlamoqchiman. Shunda anchagina atmosferali bo'lib, cho'tki bo'ladi. Motor qo'yib tashlayman. Barchasini qo'yib tashlayapman va oxirgi shtrixlar va mana barchasini qilib bo'ldim. Endi esa men bu lampalarni olib, maytga qo'yib, короче, va barcha, ya'ni hamma yoq yop-yorug' bo'ladi. Endi esa ikkinchi etajga qo'yib tashlasam ham yop-yorug' bo'ladi. Bu juda ham cho'tki uy chiqyapti. Unda menga manaqa yotoq va shunday narsalar kerak bo'ladi. Va axir menda uy-ku, qayerdadir uxlash kerak, to'g'ri. Unda mana bunday narsalar olib, zajgalka kerak. Hozir menga qayerda ekan? Bo'ldi. Maytdagi zajgalka va mana qilib menda yondirib chiqaman. Hamma yoq cho'tki, juda ham zo'r. Endi esa narsalar qo'yib tashlash kerak. Ya'ni tam pechka bo'ladimi, sandiqlar, shunday narsalar. Demak, maytda men barcha narsasini qo'yib bo'ldim va mana bunday joy chiqyapti zo'r. Juda ham cho'tki. Endi esa sandiqlar kerak bo'ladi. Nakovalniy pastga qo'yib qo'yaman nakovalniy va endi sandiq. Mana endi sandiq va mana qo'yaman cho'tki. Endi esa oddiy sandiqlar qo'yib, omborxonami, shunday narsalar, keraksiz narsalarni qo'yish uchun. Demak, mana deyarli barchasini qo'yib bo'ldim. Endi esa maytlarga ham qo'yib tashlasam zo'r bo'ladi. Mayli. Endi shalkerlarni mana qo'ysam cho'tki. Men, короче, bo'ldim. Endi esa unda bratni kutamiz, qachon bo'lar ekan. Короче, mana brat bo'ldi. Endi esa ketdik. Короче, yomon emas, balki ichida nimadir bordir, cho'tki bo'lardi. Mayli. Kirish juda ham cho'tki ekan. Mayli, maytga kirib, yomon emas. Unda maytga kirib,
Nu yaxshi, endi esa menikiga ketdik. Nu bilmadim, men yutaman yoki bratmi, qani unda kiring, mayda, ha. Endi esa kiraverishdim, mana kirsam, mana bunday joy. Короче, shunday joy ko'rasizlar, mayli. Endi esa kecha etaj va mana bunday joy. Mana bu sariq shalkirol, mana bu qo'yib qo'ysak yaxshi. Nu bilmadim, yaxshimi yomonmi. Unda короче keyingi raundgami o'tamiz. Demak, mana endi esa men bosaman va do'kon. Nu yomon emas, ayniqsa do'kon bu juda ham oson bo'ladi. Bir oddiy korobka va ichiga narsa qo'yib qo'ysa bo'ladi. Unda 3 2 1 barchasi boshlandi. Unda qanday do'kon qurish mumkinligini bilmadim. Unda kvartsdan qilmoqchiman men hozir. Rus tilida qilsam, mana kvarts. Mana demak, yana kvarts boshqachalari ham kerak bo'ladi. Kolonna shunaqa narsalar bilmayman. Mana yerda qo'yib tashlayman. Endi esa mana bu komandalar orqali devorlarni tezda qurib tashlayman. Chunki unda mana qilsam va yana bunday va chunki endi esa men manaqalar qilib tashladim. Endi esa menga oyna kerak. Yana mana bu plitka mayli. Hozircha manaqa bo'lsa, pol kolonnalarda qilib, chunki bu juda ham chiroyli, mayli. Bu narsalarni qilib tashlasam oyna va mana bu oyna bu juda ham chotki. Unda mana qo'yib tashlasam, mana buni tashlash kerak, vobshe qilib turibdi. Yana noto'g'ri, mayli. Mana oynalarni qilib tashlayman. Nu bo'ldi. Endi esa ichida bir sotuvchining joyini qilish kerak. Okey, men endi birinchi o'rinda oynalar yana qo'yib tashlayman. Chunki mana oynali bo'lish kerak, panoramli bo'lmaydi. Mana qilib qo'ysam, yana bundoq va mana qilib tashlasam chunki. Endi esa unda mashta turibdi. Endi esa menda kalitga olib, oppa, chunki endi esa menga ramka kerak bo'ladi va ramkaning ichiga bir ikkita narsalar qo'yib tashlayman. Nima baribir ham sotuvchi bir ko'rsatdi. Endi esa orqasidan manaqa nima sklad qilmoqchiman. Aynan shu yerda hamma narsa turadi. Unda okey, barchasini qilib devorni qilib tashlayman bu komanda orqali. Mana quartz block qayerda ekan bu? Mana zo'r. Unda tomini qilib tashlayman. Azga hech qo'l yetmayapti, nima? Mana endi esa tomini qilib tashlash kerak bo'ladi. Короче, zo'r. Mana qilib tashlasam chotki, короче. Mayda bo'ldim. Endi esa ichidagi sandiqlar qo'ysam, уже полноценный sklad bo'ladi. Mayli, mana bunday narsalar, mana bunday sandiqlar qo'yib tashlasam, yana maydga, mana bu yerga va mana bu yerga hozir. Sklad полный bo'ldi. Nima? Endi esa ichida to'ldirish kerak, ammo men to'ldirishni xohlamayman, bilmadim. Короче, men bo'ldim. Unda esa bratni kutamiz Afrikada turib. Bir necha minutlar o'tib, brat tugatdi. Men 14 minutda tugatdim. Mana qanaqa narsa bo'ldi. Yomon emas, lekin chiroyli. Agar mana bunday kirsa, yo'q, chiroyli. Mana qanaqa narsalar, yo'q, va sabzavot yoki shunaqa. Bu yerda hech narsa yo'q ekan, men bilmadim. Balki vaqt yetmagandir, balki o'sha o'zi xohlamagandir. Bilmayman. Endi esa men qilgan narsani ko'rishga let's go. Endi esa men qilgan narsani ko'radi brat. Bilmayman. Ana bir chiroyli emasmi bilmadim. Okey, xush kelibsiz va mana narsa. Mayli, ko'ring, juda ham zo'r chiqqan deb o'ylayman, qarab. Unda barcha narsalarni ko'rdi brat. Unda короче, bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bu kanalga obuna bo'ling va like bosing bu videoga va yana bitta narsa, 100 ta obunachiga kattakon rahmat. Kelinglar endi shu sonni mingtaga aylantiramiz. Va sizlar bilan men bo'ldim Zaror va barchaga xayr.